Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 11 ayının 5 günü cümə. Hammalarning bugungi muborak cümə günü xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'yni diqqatinglar bugungi xəvərlər proqramımızning tafsilotida bo'lsin. 12 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining 13 noyabr atdegandagi ichilish yig'inida Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni qutlaqlash marosimi o'tkazildi. Qahramon ajdodlarimiz tarafidan 1933-yili 12 noyabr Qashqarda va 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurib chiqilgan ikki Cumhuriyetimizni xotirlash marosimiga 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining 30 davlatdan saylab chiqilgan rasmiy vakil va kandidat vakillarimizdan boshqa yana Yevropa, Turkiya, Chexiya, Germaniya, Angliya, Belgiya, Amerika, Kanada, Fransiya, Slovakiya, Litva parlamentlarining a'zolari va Prag shaharlik hukumatning mas'ullarini o'z ichiga olgan yuqori darajalik siyosiy arboblar, xalqaro tanilgan advokatlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori doktor Sophie Richardson, Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zines qatorliqlarni o'z ichiga olgan tadqiqotchi olimlardan bo'lib ko'p sonli chet ellik mehmon sharaf mehmoni sifatida ishtirok qiladi. Hozirgi 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi 2017-yili 12 noyabr Cumhuriyet kunimizda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan bo'lib, kuzatuvchilar 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining yana dal 12 noyabr Cumhuriyet kunimizda chaqirilishini Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqilligi bo'lgan kuchlik orzu va tashnoligining ro'shan namoyandasi deb qaralmoqda. 13 noyabr kuni Pragda Cumhuriyet kunimizni qutlaqlash marosimi bilan birga yana Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, paketlar, qiyinchiliklar va axloqiy majburiyatlar degan temada maxsus xalqaro muhokama yig'ini va bir qism lager shohidlarimizning bevosita qatnashishida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati haqida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirildi. Amerika tamojnasi Xitoyning Longji quyosh energiyasi taxtasi mahsulotlarini Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik bo'lganligi uchun tutib qolgan. Bloomberg gazetining bu vaqtdagi xabardan qaraganda Longjining quyosh energiya taxtalari Amerika tamojnasida tutib qilingandan keyin shirkatning pay bahasi 9% dan ko'p tuvalligan. Bozor qiymati bir kunda 50 milliard yuanga yaqin azaygan. Amerika chegara doiralari Longji shirkatining quyosh energiya taxtalarining xom ashyosi ko'p kristallik kirimni Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan deb qarag'anligi uchun to'sqan ekan. Bu navbatda Xitoyning Jinko Sola, Kanada quyosh energiyasi va Terina Solarning mahsulotlari qo'lga tushirilgan bo'lib, bu shirkatlarning hammasi Sharq Turkistonga joylashgan Xo'shin kirimni sanoati shirkati bilan munosabatli ekan. Amerika hukumati Uyg'urlarning majburiy amgakiga chetishlik bo'lganligi uchun bu yil 6-oydan boshlab Xitoyning bir qism quyosh energiya shirkatlarini qora tizimlikka olgan. Longji shirkatining bu qora tizimlikka qo'shiladiganligi faraz qilinmoqda ekan. Qisqartirilgan nomi IPEC deb atalgan Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti yaqinda qaytarib etishga bo'lmaydi nomli chaqiriqnoma e'lon qilib, barliq davlatlarni o'z davlatlarida turishliq Uyg'ur va boshqa milliy va diniy kimligi yoki siyosiy faoliyati sababidan Xitoyga qaytarilish xavfi ostida turayotgan kishilarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqiriq qilgan. IPEC yana Xitoyga qaytarib etilish xavfiga duch kelgan faoliyatchilar uchun maxsus belgi chiqargan bo'lib, belgida ashu kishining kimlik uchurlari va Xitoyga va yoki Hong Kongga qaytarib etilmaslik talabi yozilgan. IPEC'ning koordinatori, ya'ni maslashtiruvchisi Loktiv Polford apandi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. IPEC'ning qilayotgani bo'lsa, Xitoyga qaytarilish xavfi ostida qolganlarni qo'g'dashning yo'llarini tepishga tirishyotdi. Biz shuning uchun Xitoy bilan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimnomasiga imzo qo'ygan davlatlarda turayotgan, qaytarilish xavfi ostida qolgan kishilar uchun bir belgi chiqardik. Bu belgida ashu belgi tava bo'lgan kishining siyosiy rejimning qurboni ekanligi. Shunga hech qaysi bir davlatning Xitoy tarafidan siyosiy jinoyatchi deb qaralgan kishilarga qarata Xitoy bilan tuzgan kelishimni ijro qilmasligi kerakligi yozilgan. Agar ular yana qo'lida ashundaq belgisi bor kishilarni Xitoyga qaytarsa, IPEC tarafidan javobgarlikka surishti qilinadi. Biz ashu siyosiy faoliyatchilarga shundaq deymizki, biz har qaysi davlatlardagi qonun belgilaguvchilar bo'lish sifatimiz bilan qo'llanishga tegishli barliq kuchlarni ishlatib sizlarni qo'g'daymiz. Biz sizlarning orqanglarda. Kompyuter injeneri va kishilik huquq faoliyatchisi Idris Hasan 19-iyul kuni Xitoy hukumatining talabi bilan Casablanca aerodromida Marokash davlat xavfsizligi soqchilari tomonidan qo'lga ilingan edi. İdris Hasanning tunji soti 12 avgust kuni ichilgan bo'lib, navbatda İdris Hasanning soti Marokash adliya tarmoqlari tomonidan 5-qitim kechiktirilgan. Bexatarlikni qo'g'dovchilar tashkilotining oshkorlashicha oldingi qitim 27-oktyabr kuniga kechiktirilgan İdris Hasanning soti Marokash adliya tarmoqlari tomonidan yana 24-noyabr kuniga kechiktirilgan. Loktiv Polford apandi Interpol tomonidan tutish buyrug'i chiqarilgan qancha kishining borligi haqida aniq ma'lumot yo'qligini, ammo muhojiratdagi Uyg'urlarning dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qaytarilish xavfi ostida yashayotganligini eskartdi. U mundaq dedi:
Meningcha Xitoyga qaytarilish xavfi xeyli og'ir. Biz Xitoy tutish buyrug'i chiqarib qaytarishni talab qilayotgan bir qancha kishining ahvolini bilamiz. Biz kimlarning Interpol tarafidan qizil hujjat, ya'ni tutish buyrug'i chiqarilganligini bilmaymiz. Lekin hozirning o'zida Marokashda tutib turilayotgan Idris Hasan va Turkiyada turayotgan qaytarilish xavfi ostidagi kishilarni bilamiz. Ya'ni siyosiy rejimning xatarida turayotganlar. Xitoy bu siyosiy jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimnomasini o'ziga qarshi chiqqan kishilarni bostirishning quroli sifatida ishlatyotdi. Marokashda tutib turilayotgan Uyg'ur faoliyatchiga chiqarilgan tutish buyrug'i haqida bizning va siyosatchilarning qilgan besimi bilan Interpolning Xitoy qaytarishni talab qilayotgan siyosiy jinoyatchilarga qarata qayta o'ylash beqishini umid qilamiz. İdris Hasan haqidagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoyning Marokash doiralaridan ikki davlat o'rtasidagi siyosiy jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimnomasiga asosan İdris Hasanni Xitoyga qaytarib berishni talab qilgan. Lokti Pulford apandi Xitoyga siyosiy jinoyatchi degan nom bilan Xitoyga qaytarishni talab qilayotgan kishilarning hech qanday jinoyatga chetishligi bo'lmagan kishilar ekanligini. Shunga har qaysi davlatlarning Xitoy talab qilayotgan kishilarni Xitoyga topshirib bermasligi kerakligini ta'kidladi. U oxirida mundaq dedi: Şunusunu nahayeti aniq ta'kidlaymizki, Dunya rahbarlari va Interpol Xitoyning siyosiy jinoyatchi, hatto terrorist degan nomlar bilan Xitoyga qaytarishni talab qilgan kishilarni qaytarmasligi kerak. Chunki u jinoyatlar ko'pincha to'qib chiqarilgan. Shunga hech qanday bir davlat Xitoy talab qilgan har qanday bir kishini Xitoyga qaytarmasligi kerak. Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti qisqacha IPAC deb atalgan bu komitet Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Robert Menendez, Yevropa parlamentining a'zosi Reinhard Butikofer qatorliq muhim davlat arboblaridan tashkil topgan. Komitetning barliq a'zolari xalqaro tartibni va kishilik huquqni qo'g'dash hammamizning o'rtaq mas'uliyati degan nishonni o'ttirg'a qo'ygan. Angliya soqchi doiralari Xitoyning Angliyadagi Uyg'urlarga tahdid silayotganligini bildirgan. Angliyada chiqadigan Express gazetining xabar qilishicha Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan ziyonkashligining bir qismi sifatida Angliyadagi Uyg'urlarga tahdid silayotganligi Angliya soqchi doiralarining diqqatini qo'zg'agan. Angliyaning jinoyat va soqchi ishlariga mas'ul ministri Kit Malthouse mundaq degan: Angliyadagi Uyg'ur musulmonlari Xitoy doiralarining parokandichiligiga uchrayotdi. Ular bu ahvolda darhol soqchiga murojaat qilishi kerak. O sözüdə Xitayning Uyg'urlarga qo'rqitib sukut qildirish, Xitoyga qaytishga majburlash yoki boshqa Uyg'urlar haqida uchur bilan ta'minlash haqida bisim ishlatayotganligini bildirgan va ularni yuqorqidek talablar bilan o'ziga yaqinlashgan har qanday odamni ikkilanmay soqchiga ma'lum qilishga chaqirgan. Angliyadagi Uyg'urlarning Xitoyning har turli bisimiga uchrashi Angliyadagi parlament a'zolarining diqqatini qo'zg'agan bo'lib, Malthouse apandi Angliya Amgak partiyasining parlament a'zosi Stephen Kinnockga qilgan so'zida biz xalqaro ittifoqdoshlarimiz bilan yaqindan hamkorlashib Angliyada yashaydigan Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarni qo'g'daymiz degan. Xitoy hukumatining chegara hal qilgan besim va ziyonkashlik bilan eng ko'p shug'ullanadigan davlat ekanligi Amerika Erkinlik saroyining 2021-yillik dokladida qayd qilingan. Ular shu dokladida Xitoyning 2017-yili Sharq Turkistonda lagerlarni yo'lga qo'ygan bilan o'xshash vaqtda chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni ta'qiblashni mutan kuchaytganligini bildirgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining bosh shtabi bo'lgan Pentagon, ya'ni 5 burchakli bino 3-noyabr kuni Xitoyning harbiy qudrati haqida maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning hozir yadro qurollar bazasini tezlikda kengaytirayotganligini ogohlantirgan. 5 burchakli binoning faraz qilishicha 2030-yilga borganda Xitoyning yadro o'q beshi soni 1000 ga yetishi mumkin bo'lib, bu Beijingning harbiy qurilish nishonining intayin muhim bir qismi ekan. 5 burchakli binoning dokladida yana mundaq degan: Kelgusi 10 yilda Xitoy Xalq Jumhuriyati yadro kuchini zamonaviylashtirish, ko'p xillashtirish va kengaytirishni maqsad qilmoqda. Ular quruqliq, dengiz va havoni asos qilgan yadro yetkazish supasiga mablag' silyotdi, kengaytiryotdi va yadro armiyasining zo'r darajada kengayishini qo'llash uchun kerakli ul aslahalarni quryotdi. Doklad yana Xitoyning oz deganda 3 yerda qit'alararo uchadigan ballistik boshqariladigan bomba qo'yib berish bazasi qurilishini boshlab bo'lganligi eskartilgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi dokladida yana Xitoyning Tayvanga qaratayotgan harbiy zo'ravonligining kuchayotganligi haqida andishlarini mutlaqo olgan. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 5 burchakli binoning dokladiga Twitterda inkos qaytirib, Xitoy bizning raqobatchimiz emas, balki dushmanimiz. Biz Xitoyning yer shari bexatarligiga paydo qilayotgan tahdidiga sal qaramasligimiz kerak degan. Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan matbuotlarga to'lilgan jasur lager shohidlarimizdan Gollandiyadagi Qalbinur Sida xonim bilan Fransiyadagi Gulbahor Xotivoji xonim ikkisi 11-oyning 6-kunidan 11-oyning 21-kuniga qadar Germaniyaning Myunxen, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Frankfurt, Göttingen, Leipzig, Berlin, Hannover, Karlsruhe shaharlarida va Chexiyaning poytaxti Pragda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va lagerlarda jarayon qilgan ichinishlik tragediyalar haqida guvohlik berish va axborot e'lon qilish faoliyatlariga qatnashadi.
Yevropadagi Sharq Turkiston birligining raisi va Dunya Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita yetakchiligi va riyosatchiligida jami 15 kun davom qiladigan mazkur faoliyat 11 oyning 6 kuni Germaniyaning Myunxen shahrida rasmiy boshlanadi. Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan ilib beriladigan maraton shaklidagi mazkur faoliyatga Germaniyadagi siyosiy partiyalar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, diniy jamiyatlar, yerlik o'quvchilar uyushmalari, universitetlar va Germaniya matbuotlari yaqindan moslashib beradi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqrammasida diqqətinizə sunduq. Keyin qadimlik proqramımız görüşəyli. Görüşkəman boğaysılar. Xeyri xoş.